Mana akalar ukalar fermaga kelganmiz. Mana ikkita bor. Tug'ilgan quyonlar bolalari mana. Bunga biron bo'lyapti. O'qib o'shagan. Gap bo'lishi mumkin emas. Mo'ma mashalloh deb. Sating bu. Bo'ldi, nima bo'lsa. Sating. Sizga baraka bo'ldimi? Baraka bo'lmadi, biron bo'ldi. Mana Oyatullo aka tug'ilganiga 2 kun bo'lgan quyonlar 9 ta tuqqan ekan, ikkitasini biron qilib bo'ldi o'sha mana. Quyonchilik avjida akalar ukalar o'ylanib o'tirmasdan, bosh qashlamasdan quyonni olib tashlab qo'yinglar. Tug'iladi bir oyda mana mashtaka bo'lib qolaveradi. Mana bir oyda quyonlar. Ko'ringlar mana go'zalligini. $50 dan sotilyapti mana mashlar. $50. Kim beradi sizlarga $50 dan? Mana hammasi quyonchi mashlar. Siz nima ish qilasiz quyonchilikdan boshqa? Ha? Gapiryaptimi? Trade qilaman. Ha? Trade qilaman. Ashtaqa qilagan. Oyatullo aka, nima ish qilasiz quyonchilikdan? Uyda o'tiraman. To'p qilaman, nima? Kashlatib. Xullas akalar, ukalar, bu ya o'qituvchi, bu ya usta, bu ya bozorda savdo qiladi. Bu akamiz ham bozorda savdo qiladi. Bu akamiz ham usta. Men o'zim ham savdogarman. Bir video obzor qilaman bozorda savdo qilishni ham. Xullas, bosish kerak quyonchilik.